Assalomu alaykum, bizlarni hurmatli kuzatib turgan bemorlarimiz. Mana bugun bu tog'amiz bilan xolamizga javob beryapmiz. Bugun 12-kun o'zlarini biz haqimizdagi fikrlarini eshitib qolaylik deb mana bu ishlarda endi chiqaryapmiz. Tog'ajon, o'zingizni tanishtiring. Qayerdan keldingiz? Qanaqa og'riqda keldingiz? Qanaqa lechinalar olib yaxshi bo'ldingiz-ku, qanaqa lechinalar olib bega keyincha olib kelgansizda o'zgarishlarni bilmadingiz. Lekin davolangan joylaringiz nomini aytmang. Olgan lechinalaringizni ayting, lekin nomini aytmang joyingizni. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun mana shu Mirjalol akamiz bilan mana shu munosabat qilib telefonlashib, mana shu grija bo'yicha davolanish klinikasiga mana kelib davolandik. Mana turmush o'rtog'im bilan mana shu yerdagi sharoitlar har tomonlama biz uchun qulay va intizomli. Ya'ni bu berayotgan lechinalar hammamizga ham bir ma'qul deb o'ylayman. Juda yaxshi, hamma doktorlarimizga katta rahmat. Mana shu masaj qilayotgan yaxshi insonlarga rahmat. Mana shu o'zining jon dili bilan, o'z mehri bilan mana shu xizmat qilib, elimizda mana shu kelgan bemorlarni hammasini yaxshi davolab chiqyapti. Mana shu qatori bizlar ham mana bugun javob beryapti. Katta rahmat mana shu doktorlarga. Mana shu yerda qancha bir xizmat qildi, o'zlarining kuch-quvvatini ko'rsatdi, fikrlarini aytdi. Mana yotadigan joylarimiz yaxshi, beradigan ovqatlar yaxshi. Mana shu qizlarimizga ham rahmat. Hammasi mana shu kerakli narsalarni bizga yetkazib, xonamizda davoladi. Yugurib yurganimiz yo'q, qiynalganimiz yo'q. Katta rahmat mana shu shifokorlarning hammasiga. Men nasihatim mana shu bemorlar bo'yicha emas, grija bo'yicha bemorlar kelsangizlar, mana shu yerdan bemorlar mana shu yaxshi bo'lib ketasizlar degan umiddaman. Endi qarang, kelgan holatingiz qanaqa edi? Hozirgi ketadigan holatingiz, og'riqlar qanaqa? Masalan, 100% og'riq qanchasi ketdi, qanchasi qoldi? Mirjalol akamiz boshchiligidagi mana shu klinikaga keldim, o'tira olmasdim mana shunday. Faqat yonboshlab o'tiraydim, tikkay yursam ham og'riydi. Mana bitta turib yuribman. Mana shu yurib beringlar. Shu tufayli mana juda bir yutuqqa ega bo'ldim deb faraz qilaman. Katta rahmat sizga. Ishlaringiz doim omaddan kelsin. Qo'llaringiz yengil kelsin. Toza maqtov bo'lmasin. Bu yoqda aytasan deb o'zlari o'rgatib qo'ygan emasin. Xullas, bitta tomoni, ikkita asosiy eng yaxshi tarafini mana shu joy haqida eng asosiysini 2 dona narsa. 3 ta emas, 2 donasini ayting qani? Asosiysini. Joy bo'yicha joyimiz mana shu juda qulay, intizorli dedim-ku. Mana shu yotoqxonalar bironta odam bir xalaqat bermaydi. Bola ikkovingiz bitta xonada. Ikkovimiz mana bitta xona berdi. Rahmat. Bir joyda davolanyapmiz. Bir-birimizga shu qulaylik yaratib, bir-birimizga yondosh bo'lib, mana shu yerda bir davolanganimizdan ruhlanaman-da. Eng asosiysi bu yerda ukol dori yo'q. Yo'q, ukol dori yo'q. Bu yerda faqat mana giyoh bo'yicha masaj. Ikkinchi eng yaxshi tomoni ayol kishiga ayol kishi, erkak kishi masaji lechinasi. To'g'ri. Ana shu tomoni ikkitasi. Ular ham to'g'ri. Ana shunday. Endi bir xolani ham tavsiyalarini eshitdik, anlarni, maslahatlarini. Qani xola qanaqa fikrda? Ayollar injiq bo'ladi, hamma kamchiliklar bilan. Bizlar Samarqand viloyati Nurobod tumani Qilichli qishlog'idan keldik. Kelgan paytimiz, holatimiz yaxshi emas edi, og'irroq edi. Rahmat doktorlarga mana shuncha bizlarni oyoqqa turg'izdi. Umuman buva toza qiyshayib o'tira olmay qoldi. Men ham bir o'tirsam qotib qolaydim, joyimdan tura olmay qolaydim. Xudoga shukr, menga sizlarning muolajalaringiz bilan shunday yaxshi. Qizlarga ham rahmat, yigitlarga ham rahmat, hammasi davo berishi juda yaxshi. Oziq ovqatlariga gap yo'q. Joylari ham yaxshi, hammasi. Nasib bo'lsa, bundan ham katta balandroq bo'lib, katta больницалар qurib, shunday elga xizmat qilingizlar. Hozir mana Quvonch videoga olyapti, Quvonchga Quvonchbekka katta rahmat. Masajlari uchun. Masalan, ertalabdan boshlansa, 8 dan shu kechqurun 10:30 gacha davo bor. Ko'ngildan chiqargan. Oxirida shu asal siykab hammani yaxshi tinchlantirib uxlatadi. Rahmat hammalaringizga, ishlaringizga rivoj. Yaxshi kelinlar tushsin. Baxtli bo'lingizlar. Endi duo qilaveringizlar, yaxshi. Nasib bo'lsa, duo qilaveringizlar endi. Nasib bo'lsa. Endi qarang, mana sizlarga bemalol, mana sizlarni ko'rgan odamlar bemalol sizlarga telefon qilish uchun haqiqatan shu yerda xolajon, men ham oddiy odamman, borib pul to'lab yotishga sharoitim yo'q hadeganda. Yaxshi joymi? Sizlarda ketganingizdan keyin qanaqa effekt bo'ldi degan savollarni berib telefon qilish uchun bironta ishlatib yurgan telefon nomerlaringizni aytsangiz telefon qilardim. Bera olasizlar telefon raqam?
meniki 93lik 93lik 703 703 0159. 0159 mana shu kishiga telefon qilasizlar, tog'ani ham holatini so'raysizlar, o'zini ham holatini so'raysizlar, bu yerdagi sharoitni so'raysizlar. Bemalol. Mayli, sog'lig'ingizda omon bo'linglar, yaxshi Mayli, rahmat sizlarga. Katta rahmat. Amanda yosh kunda Omon bo'linglar, nasib sog' bo'lsa. bo'linglar. Quvonchdan bir duo qilib qo'ying, quvonchdan. Quvonchdan duo qilib qo'ying. Ishlariga rivoj nasib bo'lsa, yaxshi kelinlar chiqsin. Minnatdormiz Allohga shukr. Baxtli bo'linglar. Mayli, sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat.